Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan yana Turkiyada fabrikadan ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Videolarimizni qo'yamiz. Nasib qilsa mana videolarimizni tomosha qilasiz. 2026-yil hammamizga qutlug' va barakali kelsin. Mana shu YouTube kanalimizni ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Albatta sizni 2026-yilda amalga oshsin. Barchangizni yana bir 2026-yil bilan samimiy tabriklayman. Barchangizga sihat, salomatlik, ishlaringizga esa muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Hurmatli obunachilar, mana shu YouTube kanalimizda albatta obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Barchangizga qiziqarli bo'lgan videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Mana bugun sizlar uchun bir qiziqarli bir video obzor qilaman. Albatta tomosha qilasiz. Mana shu elektrik mashina Xitoy, mana ko'ktabslar yonadi. Ko'rsangiz juda ajoyib. Ne yapısı var da juda ajoyib elektrika mana bizni ish faoliyatimizni davom etamiz. Mana kanallarimiz chiqyapti. Mana kanallarimiz ko'p. Mana har xil turdagi mazmunda kanallar chiqyapti. Mana kanallar chiqyapti. Albatta ko'p tomosha qilasiz. Mana shu mashina, mana shu mashina, mana shu tunikani mana ko'rasiz. O'rami bilan tunikalar keladi. Mana shu tunikalardan mana shunday turdagi havolandirma deydi. Havolandirmalar ishlab chiqaradi. Xuddi mana shunaqa turdagi havolandirmalar ishlab chiqiladi. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Mana qiziqarli videolar bo'ladi. Mana ko'rsangiz o'zingiz ham hayron qolasiz. Qiziqarli. Mana u chiqqandan keyin mana ko'ryapsiz, birinchi chiqishi mana shunday ahvolda bo'ladi. Uni keyin mana bu yerda molotok bilan qiladi. Olib mana bu yerlarni qilgandan keyin mana shunday ahvolga keltirib, undan keyin mana mayaga nimasini olib kelib mana shunday ahvolda mana shu mashinada yopadi. Mashina ishlaydi. Hozir mashinani o'chirib qo'yibmiz. Undan keyin mana shu ko'shani qo'yib, mana ko'sha deyishadi bular. Mana shu ko'shalarni qo'yib, mana shu temaga undan keyin mana shunga olib kelib bosadi. Mana shuni bosadi. Ko'rsangiz hozir havo yo'q. Switchlar yonyapti, ishlamayapti. Havosi qolmagan. Obed, yemak ovqat vaqti o'chirilgan. Mana ko'ribsizlar, mana shunaqa narsalar ishlab chiqiladi. Qiziqarli mana mashina, mana shunday katta mashinada mana bu yoqdan tunikalar bor, bu yoqdan mana shunday chizilib, mana olib kelinadi. Mana har xil turdagi havolandirmalar, kanallar deyishadi, kanallar ishlab chiqiladi. Hurmatli obunachilarimiz, bizni albatta qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana shunaqa videolarda qiziqarli har xil turdagi narsalarni qo'yib olamiz Turkiyada ish faoliyatimizda. Albatta bizni kanalimizda obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Albatta bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Mana bu mashinani davomi mana keladi. Boyingiz uchun rahmat. 2026-yilda eng qiziqarli va chiroyli videolar sizning e'tiboringizga bo'ladi. 2026-yil barchamizga baxt va omad olib kelsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.